Butunlay kutilmaganda Qasoskorlar 5 filmining rasmiy konsept suratlari internetga tarqalib ketdi. Bugun biz shularni ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan birga OP23 TV kanali. Bu suratlarni haqiqiy suratlar ekanligini aytib o'tish kerak, chunki bu suratlarni Marvel studiyasining rassomi o'zi internetga chiqarib yubordi. Va shu bilan birga u fantastik to'rtlikning konsept suratlarini ham chiqarib yubordi. Taxminlarga ko'ra, rassom Marvel studiyasidan kam maoshlar sababli qasos olmoqchi bo'lgan va shuning uchun ham suratlarni internetga chiqarib yuborgan. Bundan oldingi Marvel filmlarining ham konsept suratlari internetga chiqib ketgan. Hozir biz ko'rib chiqadigan konsept suratlar ham katta ehtimol bilan filmda bo'ladi. Bo'lmasam birinchi suratdan boshlaymiz. Bu suratda biz birinchi marta Doktor Doomni ko'rdik va u oq zirhlarni kiyib o'tiribdi. Komikslarda ham mana shunday oq zirhlarni kiygan Doktor Doom juda ham kuchli bo'lgan. Komikslarda oq zirhli Doktor Doomni hatto Qoraqoplon qo'lida cheksizlik qo'lqoplari bilan ham yenga olmagan. Va mana shu kuch bilan Doktor Doom Thanosni atiga birgina zarba bilan o'ldirgan. Bu suratning yana bir tomoni qasoskorlar o'rtasida katta jang bo'lishini anglatayotgan bo'lishi ham mumkin. Chunki qasoskorlar o'rtasidagi katta jang Doktor Doom o'z super kuchiga ega bo'lishdan oldin bo'lgan. Katta ehtimol bilan biz filmda boshqa olamlardan kelgan qahramonlarning jangini ko'ramiz. Bu jang haqida bizga Kapitan Amerika Thor filmining titllaridan keyingi sahnasida ishora berishgan edi. Agar biz Doktor Doomni oq zirhda ko'rayotgan bo'lsak, demak allaqachon Marvel studiyasi bizga Qasoskorlar 5 ta katta janglarni ko'rsatmoqchi. Bu konsept surat katta ehtimol bilan filmning ikkinchi yarmidan olingan. Bu suratga yaxshilab qarasak, Doktor Doomni oldida Doktor Strange'ni ko'ryapmiz. Komikslarda ham Doktor Strange Doktor Doomning o'ng qo'li, ya'ni yordamchisi bo'lgan. Lekin Doktor Strange Doktor Doomdan yashirib maxfiy isyon rejasini tuzgan. Doktor Doom yonida ehtimol Susan Storm va uning bolasi bor, chunki bu dunyoda Susan Stormning eri Doktor Doom. Doktor Doomning yoniga kimdirni olib kelishgan va shunga o'xshash sahnalar komikslarda ham bo'lgan. Va bu odamni Qora Beva, ya'ni Yelena Belova ushlab turibdi. Doktor Doom juda ham kuchli bo'lishiga qaramasdan o'z yuzidagi nuqsonlarni tuzata olmagan. Robert Downey Jr. Doktor Doom rolini ijro etayotganiga hisobga olsak, Marvel studiyasi Doktor Doomni yuzini qanday ko'rsatadi? Doktor Doomning yuzidagi nuqsonlardan butunlay voz kechishadimi yoki Robert Downey Jr. butun film davomida niqob taqib yuradimi? Keyingi konsept suratda biz Qoraqoplonni ko'ramiz va u marhum T'Challaga juda o'xshash. Taxminlarga qaraganda u T'Challaning o'g'li bo'lishi mumkin. Qoraqoplon 2 filmining oxirida T'Challaning o'g'liga otasining ismini qo'yishgan edi. Ehtimol u qandaydir yo'l bilan shu olamda juda ham tez katta bo'lib ketgan yoki u boshqa olamdan kelgan T'Challa bo'lishi ham mumkin. Komikslarda ham Qoraqoplon asosiy qahramonlardan biri bo'lgan. Katta ehtimol bilan filmda ham shunday bo'ladi. Bu suratda biz Bruce Banner bilan Jennifer Waltersni ko'rib turibmiz. Ular xalqlar qishlog'ida turishibdi. Bu esa xalqning o'g'li Scar bo'lishi mumkin. Biz uni She-Hulk serialida ko'rgan edik. Komikslarda Maestro nomli boshqa olamdan kelgan Hulk ham bo'lgan. U juda aqlli va juda yovuz bo'lgan. Filmda ham u chiqib qolishi ham mumkin. Bu suratga yaxshilab e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu qishloq qandaydir devorning orqasida joylashganini ko'rishimiz mumkin. Ehtimol bu qishloq aholisi Doktor Doom saroyini qo'riqlashadi. Bu suratda esa oq Vision, ya'ni nigoh bilan birga Yulduzlar Lordi televizor ko'rib o'tirishibdi. Yaqinda aktyor Chris Pratt Yulduzlar Lordi Qasoskorlar 5 filmiga qaytishini aytdi. Bu suratda ham biz yana Yulduzlar Lordini ko'rib turibmiz. Bu suratda yana Wong va yosh qasoskorlar ham bor. Bu suratda o'zga sayyoraliklar borligini ham hisobga olib aytadigan bo'lsak, ehtimol bu sahna kvant olamida bo'lib o'tishi mumkin. Bu konsept suratda esa biz Ultronning ayol versiyasini ko'rib turibmiz. Katta ehtimol bilan u ham filmda chiqishi mumkin. Bu suratda kimnidir garovga olinganini ko'rishimiz mumkin, lekin aynan kim ekanligi aniq emas. Bu suratda esa biz bilib oldikki, Reed va Susanning o'g'li Franklin tug'iladi va u telekinesis qobiliyatiga va haqiqatni o'zgartirish qobiliyatiga ega bo'ladi.
Franklin Richards komikslarda ham eng kuchli qahramonlardan biri bo'lgan.